orqaga borib kelib yuramiz ekanda, yaxshi ham bormabmiz. Tinchgina chiqasan, kirasan. Lekin mana shu muzday kunlar o'qish kerak-da. Ana o'tdi. Sariqqina domla ayol kishi, qiz bola-yu, yoshgina. Nimadan? Sariq sochlari. Ana o'tdi. Ko'p o'qishimiz kerak ekanda. Ko'p tushyapti. O'qishimiz kerak. Yo'q, 1-2dan. Eng ko'p ash boshqaruvga o'rganasiz. Uchinchi innovatsiya ko'p. O'zi 1-2 narsa ko'p eshitgan. Agar safar yetsak, yana ham yangicha tushyapti. yo'q, yana ham xato qilyapmiz, eng yomoni. 1-2 10dan ko'p tushadi. Haligi 3-va 4-marta kelgan payti 1-2 4dan 1-2 10dan 4ta 5tadan tushadi. 10-modul nima edi? 1-2-10. Moliya. Maktabdan boshqariladi. Interaktiv kirasalar 2. Ikkinchi modul davoshning ishi, ta'lim sifati. Bunday deyapti, biz noto'g'ri qildikda, hammamiz 200 mingdan shahbozga ulanganmiz. Ikki kishi masalan ikkovimiz shahbozga bo'lsa, sizlar ikkalalaring boshqaga bo'lib, o'rtada ana notebookda tayyorlanishimiz kerak ekanda, ikki xil vaqtda. Savollari oddiy, sodda deyapti. Sodda ekani, lekin ma'ruzasi zo'r ekan, tushuntirishi. Kalit so'zlargacha tushuntiradi. Shunday aytib kallaga joylashtiryapti ekan. 18 tadan. Hozir Larampa, Hozir qancha shahbozlikda? asal. Larampa bizlar anaga ketdik. Bog'izlolmi qayerga ketyapmiz? Mana qizlar qo'ymadi meni sudrab yotgan joyimdan. Yoshlarda qizlarim. Bilasiz-ku, 3 ta qizim bor. Ertagacha xabar bo'lmasmi? Ha. Mana ana taksidamiz ketyapmiz. Yandex chaqirib ketyapmiz. Kelib qolamiz ana testlar yechishga. Ertaga obed taqib Test yechib olamiz-ku, Shunday deyapti qizlarga, yuring deb. Erinib bormay o'tirdim, qo'ymadilar. Yo'q, nima bezor bo'laman. Menga yaxshi-ku, diskussiya boraman.